رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين رسول الله رسول الله رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz Müslüman qarindoshlarimiz, bugun har bir qaysingizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan darslik temamiz Peygamberimiz Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayati faaliyetlerinden ibret ve derslik degan çoğun tema içinde, yani itiqatliq millet mağlub bulmaydı degan bu küçük temini yurtmoqchi biz. Aziz qarindoshlarimiz, biz oldingi birinchi qism darsimizda Peygamberimiz Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Uhud urushida ve bu Uhud urushining o'zidagi şu urushga qatnashgan sahabi kiramlarning ularning ma'lum nuqtadan xato qilib qo'yganliklari, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning buyrug'iga muxolifatchilik qilganliklari sabablik bir turkum musibatlar, talafetlarninki bularga yuzlanib kelganligi, bu xil musibatninki hikmeti ve bunun sebeplerininki Müslümanların saflarini qaytadan tavlab chiqish, Müslümanlar saflarida bir turkum shalg'ut aqida e'tiqodida masala va imoni zaif yoki bo'lmasa munofiq tabiatdagi insonlarni ayirib chiqish ekanliklaridan iborat bu nuqtalarni biz qisqacha yuritganmiz. Aziz qarindoshlarimiz, biz yana şu darsning davomiga kirdigan bo'lsak, mana shu urushining o'zida haqiqatan sahabi kiramlar ve şu sahabi kiramlarning ichida 70 nafarga yaqin musulmon eng ig'ir talafetlige uchirdi. Bu musulmonlar uchun nihoyat cho'ng bir musibat hesaplangan bo'ldi, bir talafet hesaplangan bo'ldi. Amaliyotda har qandaq bir sabab turli külfatlarni ve turli musibatlarni beshidan o'tkazish orqali tavlanadiganligi ve şu sababning o'zida zodi javri jafolar, musibat, qiyinchiliklar, her türlü intihallarning bo'lishi orqali mana shu musibatlar sabablarininki qaytadan saplashadiganligi ve Müslümanların Allah'a bo'lgan umidi, Allah'a bo'lgan ishonchi ve o'zini qutqizish ve o'zining izzatini qo'lga keltirish uchun, yani amaliy harakatga otlanish ruhining urg'utildiganligi. Mana bu nuqtalar bizningki oldingi darsimizda bir qur xulosalangan. Biz bugün şu Uhud urushidagi ma'lum hikmatlarni yuritish bilan birga, yani bizning birdan bir chiqish yo'limizning, bizning birdan bir yani izzat ve şan sharafga erishish yo'limizning iymonliq, e'tiqodliq ve islomiy kimligimizni qo'g'dash bilan chambarchas birikkan ekanligi haqida biz o'zimizning so'zini davomlashtirmoqchi aziz qarindoshlar. Endi Uhud urushidagi vaqalik hammamizga ayon. Bu vaqalikning o'zini bir hikoya sifatida bayon qilib o'tmasakmi, ko'p qarindoshlarimiz har turli Uyg'urcha materiallarni yoki Peygamberimiz Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarixiga aloqador bo'lgan sirat materiallarini ko'rish orqali Peygamber aleyhissalatu vesselam'nin bu Uhud urushida duch kelgan masalalar ve bu Uhud urushidagi ma'lum musibatlar ve bu haqdagi ma'lumotlarga albatta erisha oladi. Ama biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'nin besib o'tgan her bir hayat musafirlarining o'zidan
keng qarindoshlarımızga, Uyg'ur musulmonlarimizga bir ibrat ders sifatida ma'lum muloyiza va tushunchalarimizni o'tirg'a qo'ymoqchi. Aziz qarindoshlar, Uhud urushininki hikmatiga qaraydigan bo'lsak, biz yuqorida degan bo'ldik. Birinchi hikmati musulmonlarni qaytadan tavlab chiqish. Musulmonlarning sepini qaytadan tavlab chiqish. Chunki musulmonlarning saplari her türlü külfat, her türlü haqorat, her türlü zulüm, her türlü musibat ve qiyinchiliklar orqali tavlanadi. Mana shu musibatlar, qiyinchiliklar ve talafatlar jarayonida haqiqiy iymoni va e'tiqodida mustahkam bo'lgan kishilar bilan iymoni va e'tiqodida mustahkam bo'lmagan, Allohga bo'lgan ishonchi cho'nqur bo'lmagan insonlar bu ayriladigan gap. Çünkü bizning hayotimiz bir butun imtihon bilan qo'shilgan. Biz ve bizga kelgan har bir musibatning, har bir qiyinchilikning o'ziga tushliq har turli sabablari bor. Dunyoda hech bir sababsiz ish yo'q. Qandoq bir musulmonlarning beshiga ma'lum talofatli kelgan bo'lsa, yo'qotishlik kelgan bo'lsa, zulm sitamlarga bir musulmon millati duch kelgan bo'lsa, bu zulm sitamlarga duch kelishning ma'lum bir sabablari bor. Bu sebeplerini biz bayqıgandan keyin biz özümüzni o'ngshash, özümüzün İslami kimligimizni yaxshilash, ahlakımızı yaxshilash, iman ve e'tiqodimizni takomillashtirish ve özümüzni Allohga taxmi yaqinlashtirish, Allah bilan bo'lgan aloqa munosabatni quyuqlashtirib, ulug' muqaddas Qur'oni Karim ve hadis-i Rasulning ko'rsatmasiga uyg'un bir musulmon bo'lishga tirishishimiz mumkin. Agar undaq bo'lmaydigan sholab qolsa, biz imandan, İslam'dan, Kur'an hadis ta'limotidan yaraqlab biz yanalab tushkunlashishimiz, bel quyvatishimiz, nurg'un jihatlarda keyniga chekinishimiz ham mumkin. Mana bu Uhud urushininki birinchi hikmati bo'lsa, tasfiyatus sufuf, ya'ni musulmonlarning saplarini saplashtirish. İmtihon bilan, musibat bilan musulmonlarning saplarining saplashtiriladiganligi hammamizga ayon bo'lishi kerak. Yani yumuşak yerde hiçbir kaçan hükçün çakılınmaydı. Altın ot içinde tavlanırdı. Uluk Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala uluk mukaddes Kur'an-ı Kerim'de ehasiben nas en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftanun. Kişiler iman ettik, depli koyup ula hiçbir imtihan sınaklığa, türlük musibet kıyınçılıklığa biz yoluqmaymiz dep oylandı dedi. Biz iman etgankenmiz, biz imanlık bir musulmon bo'lgankenmiz, bizni her vaqt turli imtihonlar, turli sinoqlar, turli musibatlar bizni kutib turgan bo'ladi. Biz shu imtihon sinoqlardan o'tash orqali, shu imtihon sinoqlar jarayonida biz o'zimizning haqiqiy musulmonligini, haqiqiy iymonlik inson ekanligimizni isbotlash orqali ulug' Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala ve Taqaddasning nusratiga mana shu chog'ning o'zida biz muvaffaq bo'la olamiz. Agarki biz iymon etdim, la ilaha illalloh deb qo'yib, ammo Allah Subhanahu ve Teala ve Taqaddas buyurgan buyruqlarni bijandil ijro qildigan, Allah cheklagan yo'llardan keskin qo'l uzib iningdan yiroq turdigan, o'zimizni Allohga yaqinlashtirish uchun tirishadigan, Qur'oni Karimni o'zimizning hayot xaritasi va chertyojiga aylantirish uchun badal va qurbon berishga atlanmaydigan bu holatlar bizni mavjud bo'lib qolsa, o holda bizga kelmoqchi bo'lgan nusrat va g'alaba zamonlar kechikadi aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu kurashning birinchi hikmati musulmonlarning e'tiqodini, iymonini, axloqini, islomiy kimligini, shundaqli musulmonlarning saplarini saplashtirish, tavlash. İkinci hikmeti bo'lsa, mana shu musulmonlarni bu xil imtihon orqali, yana buningdan keyingi kurashlarda, buningdan keyingi jihodiy ibodat mashg'ulotlarida har zaman mana shu buyruqqa itoat qilish, payg'ambarining urlashtirishiga har vaqt mutlaq bo'ysunishdan iborat mana bu haqiqatning o'zini ro'yobga chiqarish. Biz ve bizga kelgan turli fitnalar, her türlü sınaqlar biz şu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның buyrug'iga, amr farmoniga, yo'l yuriq prinsiplariga zid yo'l tutganligimiz uchun kelganlik bu muharrak.
Bu muhakkak bo'lgan bir mesele. Mana qaraydigan bo'lsak, ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas Qur'oni Karimda "Falyahzarillazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim." Hazreti Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin emir fermanıga, yol yo'riq prinsiplariga, sunnatiga qarshi yo'l tutgan kishilar ularning boshlariga turli imtihon sinoqlarning, fitnalarning kelib qilishlaridan aw yusibahum azabun alim, ularga alamlik bo'lgan do'zaxning azobining yana yetib qilishlaridan ularga bo'lsin dedi. Dunyoda har turli fitna, her türlü sınaq, her türlü musibatlarning kelişinin sebebi biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның sünnetinden, ta'limotidan, yo'l yo'riq prinsiplaridan chetniganligimiz uchun, uningdan yiroqliganligimiz uchun Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni o'zimizga ve o'zimizning bu qisqagina hayotimizda o'lga ve namuna qilib tiklamaganligimiz uchun, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni mana bu jonliq o'lgi qilishdan biz o'zimizni og'anligimiz uchun hayatlık dünyasida bizge her türlü imtihan, sınaqlar kelib turgan bo'lishi mumkin. Mana shu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның mübarek bir hadisida insonlar giriftar qilinadigan musibatlar haqida Peygamber aleyhissalatu vesselam to'xtalib, shuning 5-sini, 4-sini Peygamber aleyhissalam bayon qilgan vaqtida "Lam yanqudu ahdallahi ve ahda rasulih illa sallallahu alayhim aduwan min ghayrihim. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله وسنة رسول ويتخيروا مما عزل الله." نما deydi desa illa ja'alallahu ba'sahum. Yana bir rivayette sallallahu alayhim aduwan min gayrihim ya'khudhu ma fi aydihim ba'da ma fi aydihim, shunda bir ibora keladi. Mana shu hadisning beshiga qaraydigan bo'lsak, Peygamber aleyhissalatu vesselam şundak deydi. "Lem yanquzu ahdallahi ve ahdar rasul." Bola Allah'ın Resulü'nü bergen ahdini buzsa, Allah subhanahu ve taala ve taqaddas mana bu Allah'ın Resulü'nü bergen ahdini buzgan milletning ustiga o milletning jinsidan bo'lmagan bir düşmanni ularga hukmron qildiganligini o'tirib qo'yatdi. "Lem yanquzu ahdallahi ve ahdar rasulih." Ular Allah ve Allah'ın Resulü'nü bergen ahdini buzmidi, buzadigan bo'lsa sallallahu alayhim aduwwan min gayrihim. Allah subhanahu ve taala bularga ularning jinsidan bo'lmagan, ularning g'ayridan bir düşmanni ularning ustiga hukmron qiladi dedi. Bu düşman ularning qo'lidagi bir qism mulklarni ham tortib oladi. Hadisning oxiri qaraydigan bo'lsak, mana bu millatning yo'lboshchilari ulug' muqaddas Qur'oni Kerim ta'limoti asosida bu millatga yo'lboshchilik qilmasa, yetakchilik qilmasa, bu millatni qutqizish uchun harakatlanmasa, Allohning kitobi bo'lgan ulug' muqaddas Qur'oni Kerim ve buning ta'limot asosida mana bularga yo'lboshchilik qilmasa, hukmronlik qilmasa, nima bo'ladi? Va yatakhayyaru mimma azalalloh. Allah subhanahu ve taala tushagan ulug' muqaddas Qur'oni Kerimdan ko'ngliga tortganni ching tutib, ko'ngli tortmagan, mijozi va tabiatiga munosib kelmagan taraflarni chetga qaqadigan yoki uni qabul qilmaydigan mundaq bo'lib qolsa, ja'alallohu ba'sahum baynahum. Allah subhanahu ve taala mana bu millatning masalasini ularning o'rtasiga tashlab qo'ydi. Shuning bilan millatning ichida her türlü ixtilof, bölünüş, tafriqa, ziddiyat, bir-birini qabul qilmaslik, bir-biriga her türlü tuhmat tashlarini etish, yo'lboshchilar, yo'lboshchidek, tabi'lar, tabi'dek bo'lanmayotgan, hamma bir xil bir-biriga qarshidek ko'rinayotgan ko'rinishlar. Bir adam o'tirg'i chiqib Qur'on hadis bilan yetaklasam bo'ladi. Yoki bo'lmasa bu millatni qutqizish uchun yangi o'zining planlarini o'tirib qo'yib, mana shunda harakatlanishga, shunda atlanib bo'lg'ichiliklar, uningga qarshi fikrlar. Mana bu narsalarning o'tirg'i chiqishiga sabab bo'lgan narsa nima? Allohning Rasuliga bergan ahdida mustahkam turolmaslik. Va shundaqla millatning yo'lboshchilarining Qur'on, hadis va uning ko'rsatmasi asosida millatga yetakchilik qilmaslik. Şunun için aziz qarindoshlarimiz, mana biz
har qanday vaqtning o'zida payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amr farmoni, yo'l yuriq prinsiplaridan xalqib chiqib, uningdan yiroqlab turib, biz va bizning izzatimiz qo'lga kelamo deganga o'xshagan bu xil ham xiyolni qilmasligimiz kerak. Mana bu Uhud urushida mag'lubiyatning, musibatning kelishidagi ikkinchi sabab payg'ambar alayhisolatu vasallamning buyrug'iga, payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'rinlashtirishiga tog'ning ustida maxsus alayda tayinlab qo'yilgan 40 nafar o'qiyachining muxolifatchilik qilganligi sababli keldi. Azg'ina bir musulmonlarning payg'ambar alayhisolatu vasallamning ta'limoti, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasiga o'rinlashtirishiga zid yo'l tutganligi sababli mana bu musibat ularga yuzilinib kelgan bo'ldi. Shuning uchun biz har vaqt o'zimizga talab qo'ymoqimiz lozim. Biz eng avval o'zimizning ishimiz, kishiligimizning ishimiz, o'zimizni islohotni o'zimizdan boshlashimiz va o'zimizning iymonini, e'tiqodini, axloqini, islomiy kimligini, musulmonchiligimizni texmi yaxshilab turib, avval Alloh subhanahu va taolodan so'rashimiz, uningdan keyin buningdan keyingi izzat va hurligimizni qo'lga keltirishda Qur'on sunnatga uyg'un bir shaklda to'g'ri sabab tutmoqimiz lozim. Mana bu bizning hayotimizda eng zarur bo'lgan masala. Demak, qandoq bir millat izzatga erishiman deydi ekan, qandoq bir millat haqiqiy hurlikka erishiman deydi ekan, avval u millat Allohga haqiqiy qul bo'lishi kerak. Allohning shu millat ustidagi, shu bandalar ustidagi haqqini mukammal ado qilmoq lozim. Mana qaraydigan bo'lsak, ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas nima dedi? Va'budulloh va la tushriku bihi shay'a. Allohga ibodat qilinglar, Allohga hech narsani shirk qilmanglar. Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani shirk qilmaslik bu Allohning bandalar ustidagi haqqi. Biz bu haqni ado qilib o'tib bo'lib, uningdan keyin biz Qur'on, sunnat va uning ko'rsatmasiga uyg'un sabab tutgan vaqtimizda biz g'albiga erisha olamiz, nusrat qozona olamiz va shuning bilan birga biz yer sharida o'zimizning yo'qolgan izzatimizni qaytadan asliga keltirishga muvaffaq bo'la olamiz. Mana shu Uhud urushida shunday bir voqelik bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shahid qilinganlik, payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'lib ketdi degan xabar keng tarqalgan vaqtida shu qadar sakarati jon talashayotgan bir kishining yonidan bir ansarning o'zi o'tib ketib, sen payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'lib ketganlik xabarini, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shahid qilinganlik xabarini angladingmi? Payg'ambar alayhisalom shahid qilinibdi degan bu gapni qiladi. Qilgandan keyin heliqi sakarati turayotgan muhojirning o'zida aytganki, payg'ambar alayhisolatu vasallam shahid qilingan bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vasallam o'ldirilgan bo'lsa, payg'ambar alayhisalom maqsadiga yetibdi. Ammo sen bilan biz hayot qopdik. Bu omonat, bu mas'uliyatni sen bizning ustimizga tushibdi. Qaranglar bu haqiqatni. Biz bugun qaraydigan bo'lsak, ustimizda eng og'ir mas'uliyatlar bor. Eng og'ir majburiyatlar bor. Buni ado qilish uchun biz haqiqiy iymon, haqiqiy e'tiqod egalariga aylanishimiz kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning har bir bosgan yo'li bizga nisbatan bir ibrat va bir darslik bo'lishi kerak. Aziz qarindoshlar, biz mana qutulmoqimiz uchun, bugungi duch kelgan zulmdan qutulmoqimiz uchun birinchi biz haqiqiy iymonliq, e'tiqodliq musulmonlarga aylanish kerak. Balkim kishilar deyishi mumkin, ha, biz iymon aytgan kishilar biz. Biz iymonimiz, e'tiqodimiz mustahkam bo'lgan kishilar biz. Biz yana iymon aytdik deb bu yana nima demoqchi bu yerda deganga o'xshagan bunday gaplarni qilishi mumkin. Ama şunu unutmasligimiz kerakki, ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas Hazreti Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Makkadagi 13 yillik hayoti jarayonida payg'ambar alayhisalom va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kaynidagi sahoba ikromlarning idisini, fikrini, aqidasini va ularning ruhiyatini tanlash uchun maxsus ta'lim tarbiyani kuchaytgan. Makkadagi 13 yillik hayot davri musulmonlarning iymonini tavlash, e'tiqodini kuchaytirish, ularni va ularning qalbidagi jaholiy asoratlarni tozalash va ularni qaytadan pishib yetildirish jarayoni bo'lgan bo'lsa, Madinaga kelgandan keyin
Ulug' Rabbimiz Allah subhanahu va taala tarafidan turli ahkamlar, turli yo'l yo'riq prinsiplar aqoqidan mana Allohning huzuridan tushishga boshladi. Mana shu Madinada tushgan oyatlarda shunda bir oyat bor. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi va rasul. Allah da'vat etdi iymonli insonlarga. Hey mu'min bo'lgan kishilar, sizlar Allohning rasuliga iymon etinglar. Bu nima demakchi bu yerda? Siz iymonliman, e'tiqodim bor mening deb qo'ymaysiz. Balki iymoningizni har vaqt yengilashga, kuchaytirishga, mustahkamlashga sizning ehtiyojingiz bor. Buning uchun biz mana bugungi kunning o'zida biz iymonli inson tabliğ tashviqotliga, nasihatlarga ehtiyojimiz yo'q. Biz musulmon bo'lib bo'lgan odamlar har vaqt bizning iymonimiz zaiflashishi, ojizlashishi mumkin. Bizning e'tiqodimiz so'zlashishi mumkin. Biz g'oyi qilgan nurg'un nishonlarimizdan balkim biz qayrilib ketishimiz mumkin. Shuning uchun aziz qarindoshlar, biz eng avval har bir harakatlarimizda, her bir baskan qadamlarimizda, her bir ilib bo'lgan mashg'ulotlarimizning o'zida birinchi bo'lib Allah rızasını qo'lga keltirishni, Allah'ın razılığı erishishni, Allah'ın rahmetiga erishishni birinchi nishon qilmoqimiz. Buning uchun mana bugungi kunning o'zida bizga o'xshaganlarning sizlarga nasihat qilishi bir vosita. Ve shundaqla o'sha yurtimiz Sharq Turkistonning o'zida zolim zo'ravonlarga qarshi kurash qildigan va u zolim zo'ravonlarning zo'ravonlik harakatlarini dunyoga pash qilish uchun harakat qildigan mana bu faoliyatlarning har birisi Allohni rozi qilish uchun, Allohning rizoligiga erishish uchun bir vosita aziz qarindoshlar. Bu haqiqatni tushunmak lozim. Bu haqiqatni tushunmak lozim. Bizning iymonimiz va e'tiqodimiz Allohning yo'lida mazlum mustazab bo'lgan, zulm va zo'ravonlik ostiga tushgan musulmonlarni qutqizish yo'llarida har vaqt bizni kurash qilishga, aktiv jonliq bo'lishga va bu yo'lda qurbon berishga undamaki lozim. Mana Alloh subhanahu va taolo Hujurat surasining 15-oyatida innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasul thumma lam yartabu va jahadu bi amwalihim va anfusihim ulaika humus sadiqun. Allah subhanahu wa ta'ala ve taqaddas mana bu oyatning o'zida nima deydi? Haqiqiy mu'min Allah'ning rasuliga iymon etgan. Allah bütün dünya ve bütün kainatning yaratquchisi, Allohdan boshqa cho'qinish va bo'ysunishga loyiq bo'lgan iloh yo'q degan mana bu aqidaga kelgan Hazrat Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni barliq payg'ambarlarning oxir va afzali bo'lgan ve bu payg'ambar orqali tamomila tamomlangan, xulosalangan ve bu peygamber mana bu kıyamet günü bütün insaniyetini, barlık Müslümanlarını şefaat kılış, hukuku birlediğen mana şundaq bir peygamber. Bu peygamberinin Allah'ın huzuruna gelgen bütün haberlerini tasdiklaş, barlık hükümlerini kabul kılış. Bu mening birden bir baş tartib bulanmaydigan mecburiyetim deb iman etgan. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ko'rsatmalarini her vakit bijandil icra qilish, chekligan yo'llaridan keskin qo'l uzib iningdan yiroq turish aqidasini shakllantirgan mana bu mu'minlar thumma lam yartabu andikin o'zining shu iymonida, e'tiqodida shakllanmagan, sho'balanmagan, ikkilanmagan. Qarang, Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Allohga va Allohning payg'ambariga iymon etgan. Allohning rasuliga iymon etgan odam nima ish qiladi? Allohning buyrug'ini Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ko'rsatmalarini icra qiladi. İmanlık insanın tutadigan yo'li bu. Biz Allah'ın rasuliga iymon etdik. Allah'ın rasuliga bo'lgan imonimiz komil. Biz komil musulmonmiz degan shuarlarni to'laymiz yo'q. Ammo ulug' muqaddas Qur'oni Karim bizga nisbatan qanday ahkam, hukmlarni berdi. Biz mana bugünkidek eng og'ir imtihon sinoqlarni beshimizni o'tkazayotgan türlük musibetler bizi yupurilib kelayotgan, her türlük davalg'ushlar içimizde mevcut bo'layotgan, bir türküm inson içimizde ana shu bir-birimizga ishonmas qilishga urinayotgan, harakatlanayotgan, zalim, zo'ravon, tajovuzchi Xitoy kafirlarining türlük jasuslari içimizde ana shundaq ruhimizni xunuklashtirish, ümidsizlendirish, tushkunlashtirish, bir-birimizni qabul qilmaydigan, bag'rimizga basmaydigan qilib etishga urinishdak mana mushundaq faoliyatni elib berayotgan, mushundaq bir sharoitning o'zida biz qanday qilmoqimiz lozim? Qur'oni Karim ve bu Qur'oni Karimning bizga bergan ta'limoti nima?
Payg'ambar alayhissalatu vassalam ana shunday imtihon sinoqliga duchor bo'lgan vaqtida ummatni qanday yetakladi? Payg'ambar alayhissalatu vassalamning sahoba kiromlari qiyinchilikqa bardosh berishda qanday mustahkam turdi? Mana bu haqiqatlarni biz atrofliq tushunishimiz lozim aziz qarindoshlar. Biz bu haqiqatlarga cho'nqur nazar solmoqimiz lozim. Mana bu yerda biz Allohning rasuliga iymon aytgan kimmiz? Cho'qim har yo'lni, her ishni, her faoliyatni iymonning, islomning davosini qilib qo'yib turib, o'zimizning ra'yi, o'zimizning xohish, o'zimizning aqliy tasavvur bilan emas, avval Qur'onda, hadisda Payg'ambar alayhissalatu vassalamning elib bo'lgan faoliyat mashg'ulotlarida, tarixiy mashg'ulotlarida zodi bizga nisbatan buningdan bir chiqish yo'li bormi, yo'qmi? Mana bunga diqqat qilmoq lozim. Agar buningdan to'g'ri bo'lgan bir yakunlash ilib borammoqdek ahvolimiz bo'lib qolsa, biz shuningdan yakunlash ilib boralig'idek Qur'on, hadis va uning to'g'ri ta'limotini bizga insof bilan yetkazadigan Rabboniy ana shunday yetakchilarning, murshidlarning peshini tutmoqimiz lozim. Qarab beqin Qur'oni Karimga. Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin iza qazallohu va rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Har qandaq bir mümin er ve mümin ayolning Allah'ның Resulü ma haq ma batıl deb hüküm çıkargan meselelerde özünün hususiyeti asla ihtiyarlık yok. Her qandaq bir mümin, her qandaq bir mümin er ve mümin ayol avval Allah'ның Resulü'nün görsetmesini, Peygamber ve onun talimatını ve onun sünnetini icra qilish taraftarı oluş gerek. Bugün qaraydigan bolsak, men musulmon deb turib Qur'onga til tekkizib atgan, men musulmon deb turib payg'ambar ta'limotlariga til tekkizib atgan, men musulmon deb turib islom va islomchilikni ayblab atgan va uningga har turli batnomlarni suvib atgan bu ko'rinishlarni biz ko'rib turibmiz. Atrofimizda islom va musulmon degan ana shunday qalpoqlarni kiyib musulmonlarga xiyonat qilib atgan turli ana shunday hokimiyat beshidagi insonlarning nachar qilmishlari yoki bizni qo'llamaganliklari sabablik biz mana bu islomdan umidsizlangan, Qur'on ta'limotidan umidsizlangan, Payg'ambar alayhissalatu vassalamning ta'limotini yaroqlaydigan, biz musulmonlikdan voz kechishga urinadigan bu holatlarni biz mangdan uçurup turmiz. Allah saqlasin. Bütün dünya, hattoki biz eng cho'ng deb bilgan insonlar tarafidan bizga xiyonat kelgan taqdirdimi? Ammo biz eng avval Alloh shukrlar bo'lsinki bir musulmonmiz. Biz Allohning rasulini biz e'tirof qilganmiz va buning iymon etganmiz. Unda bo'lgan ekan biz Qur'on hadisning ko'rsatmasi va uning ta'limoti asosida hayotimizni qalblaştirishga va o'zimizni haqiqiy bir musulmonlik kimligi bilan yashatqizishga albatta biz buyurilganmiz aziz qarindoshlar. Buning uchun mana yuqorqi oyatga qaraydigan bo'lsak nima deydi? Haqiqiy mu'min Allohga va Allohning payg'ambariga iymon etgan, summa lam yartabu shu iymonida shaklanish bo'lmagan. Balkim musibat, balkim qiyinchilik, balkim turli imtihon sinoqlar kelishi mumkin. Musulmon bo'lganligimiz uchun turli to'salg'ularga duchor bo'lishimiz mumkin. Haqni deganligimiz uchun har turli batnomlarga duchor bo'lishimiz mumkin. Ammo biz Allohning rasuliga iymon etgan bo'lsak, ozg'ina musibatlar, ozg'ina qiyinchiliklarni yengish uchun har vaqt mustahkam turmoq lozim aziz qarindoshlar. Tarix qarab boqing. Nuh alayhissalatu vasallamdan tortib Hazreti Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelganga qadar barliq payg'ambarlar o'z qavmlar tarafidan shu davrdagi zolim, zo'ravon, mushrik, Allohning birligini qabul qilmagan ana shunday qavmlar tarafidan har turli yo'qotilish uchun, ularni yo'qotish uchun tadbir qo'llanishlar, suiqasd qilinishlar bu narsalarga duchor bo'ldi. Ammo ular bal qo'yvatdimi? Bal qo'yvatmadi. Ular tushkunlashmadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam bütün dünyanın ve bütün mahlukatının birden bir yaratquchisining Allah ekanligidan iborat mana bu haqiqatni o'tirib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam kelgan musibatda qanchalik bo'ldi? Salla ilgari Sodiqul Amin degan bir millatning dunyoning egasi Allah deb bo'g'ichilikli kazzab, sahir, majnun deganga o'xshagan qalpoqlarni ko'gizishi sizningcha aqlga uyg'unmi? Buni tushunmak lozim qarindoshlar. Shuning uchun biz her vakit mayli bizga qandaq musibat kelsin, qandaq qiyinchilik kelsin,
Eng avval biz bir musulmonmiz. Özümüzün İslami kimligimizni saqlashga biz har vaqt taklif qilinganmiz. Allah'ın Resulü'nün ko'rsatmalarini icra qilishga har vaqt biz shuni taklif qilinganmiz. Shuni icra qilish va shuni o'rindash natijasida biz o'zimizning izzati, g'albisi, dunyo va oxiratlik baxt saodatini qo'lga keltirishga shu chog'da muvaffaq bo'la olamiz. Allah subhanahu va taolo mana bu haqiqiy iymon va e'tiqod sohiblarining bel qo'yvatmaydiganligini, har vaqt kurash qildiganligini mana yuqorqi oyatda nima deydi? Va jahadu bi amwalihim va anfusihim fi sabilillah. Ular o'zining meli, iqtisodi, o'zining jini bilan Allohning yo'lida kurash qiladi. Kurash bir musulmon o'zining imkoniyatida nima bo'lgan bo'lsa, kimdir o'zining qalami bilan, kimdir o'zining tili bilan, kimdir o'zining iqtisodi bilan, kimdir o'zining aql parasti bilan, her inson o'zining imkoniyatida bor bo'lgan bütün tirikçiliklerini mana bu Allah'ın dinini âli qilish, zalim zo'ravonlarga qarshi turish ve o'zining musulmon bo'lganliklari uchun zalim zo'ravonlar tarafidan yo'qotilish obyekti qilingan ve musulmonlarning tuproqi bo'lganligi uchun kafirlar tarafidan yutib olinish oldida turgan taltukkus o meningti davatqan mushundaq bir ko'rinishning o'zida buningga kurash qildiganga, bularni qo'qlab chiqirdiganga, bularning oldida tik turadiganga yana haqiqiy iymon va e'tiqod sohiblari bo'lmoq lozim. Mana Allah subhanahu va taolo bu oyatda ular o'zining mol dunyolari bilan, o'zining jini bilan bu yo'lda kurash qiladi. To'xtab qolmaydi ular. Kurash qiladi dedi. Kurash. Bir musulmon bo'lish salohiyatimiz bilan bizning hayotimiz bir kurash aziz qarindoshlar. Bizning hayotimiz bir kurash ichida davomlashi kerak. Bugun boshqa kishilar, boshqa hur davlatlari bo'lgan, ularning qo'lida barliq imkoniyatlar mavjud bo'lgan millatlarga qarag'an vaqtida bizga o'xshash Uyg'ur musulmonlari texmi tirishishimizga to'g'ri keladi. Texmi ko'plab kurash qilishimizga to'g'ri keladi. Texmi ko'plab tirishchanlik bildirishimizga to'g'ri keladi. Eng muhim bo'lgan, xalqlik bo'lgan masala shu. Biz bugungi kunning o'zida ayni davrdagidek darajadan tashqari ajoyib o'zgacha bir mo'jizalar yuz beramiki deydigan bu xiyolni qilmasligimiz kerak. Bugun har bir musulmonning o'zining imkoniyatida bor bo'lgan barliq tirishchanlikni qildigan vaqtida kimdir, men yuqori degandek, kimdir o'zining imkoniyatida bor bo'lgan, men nima ish qila olayman? Qo'limdan nima ish keladi? Men qanchalik imkoniyat egisi? Her musulmon avval o'zini tushunmak lozim. Mana shunday holatda biz Allah ve Allah'ın dini için, musulmonlar için, Sharq Turkiston tuprog'ida ezilayotgan Uyg'ur musulmon qarindoshlarimiz için ve ularni qutqizish için avval her musulmon o'zini isloh qilish kerak, o'zini o'ngshash kerak, o'zining imkoniyatida, o'zining sharoitida bor bo'lgan barliq imkoniyatni sarf qilishga har vaqt aktiv bo'lish kerak. Mana oyat bizga da'vat etadi. Ulaika humus sodiqun. O'zining barlig'ini, molini, jinini, bütün imkoniyatini mana bu yo'lda sarf qildigan kishilar haqiqiy rostchil kishilar mana bular. Iymonida, e'tiqodida, islomiy kimligida haqiqiy rostchil bo'lgan kishilar mana bular dedi. Mana bu oyatda amanu billahi va rasul iymon bo'lgan bo'lsa, thumma lam yartabu bu e'tiqod. Iymon, e'tiqodning oxirgi natijasi nima bo'ldi? Ya'ni kurash bo'ldi. Tik turish bo'ldi. Zalim zo'ravonlarga qarshi o'zining imkoniyatida bor bo'lgan bütün tirishchanliklarni o'rtaq sarf qilish bo'ldi. Shuning uchun biz eng avval bir e'tiqodlik musulmon bo'lmoqimiz, o'zimizning kishiligimizni, o'zimizning musulmonligini taxmo takomillashtirishga harakat qilishimiz bizga nisbatan muhim, zarur, ahamiyatli bo'lgan masalasi qarindoshlar. Mana shu Uhud urushining o'zida Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir ko'rsatmasiga 40 nafar kishininki qarshi yo'l tutganligi sabablik musibatlarga bu kadar ig'ir musibat keldi. Ammo Allah subhanahu va taolo va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sizlar bu kurashdan bo'shab qolmanglar. Sizlar ko'z oldingizda talafotlanayotgan, musibatlanayotgan, qiyinchiliklarga duch kelgan, yo'qotilgan, shahid qilingan qarindoshlaringlarni ko'rib
g'amkin bo'lmanglar. Va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sizlar mu'minlar bo'lsanglar, sizlar g'olib, sizlar g'alaba qozonasizlar degan mana bu oyatni tushirish orqali musulmonlarning ruhini qaytadan ko'tarib, siz haqiqiy iymonli insonga aylansangiz, haqiqiy mu'min bo'lsangiz, inshaalloh siz g'alaba qozonasiz. Ustunlik sizga tava val aqibatul muttaqin. Oqibat taqvo bo'lgan kishilarga xos. Degan mana bu hukm bu oyat orqali mu'minlarning ruhini, ularning jangovarligini qaytadan kuchaytgan bo'ldi. Endi oyatda bu mu'min bo'lsanglar sizlar ustun. Ha, biz mu'min. Allohga ishondik, payg'ambarga ishondik. Biz mu'min, hamon biz ustun. Aziz qarindoshlarimiz, bu mu'min bo'la salohiyati bilan qanday bo'ladi desa, eng avval o'zi yashagan davrini tushunadi, sharoitni tushunadi va shuning bilan birga o'ziga zulm qilayotgan zolim, zo'ravon, tajovuz kishilarning xarakterini tushunadi. Uning ojizlik nuqtalarini topishga urinadi va uningga qarshi turish uchun har vaqt plan tuzadi, harakatlanadi. Demak, bir mu'minning o'zi birinchi bo'lib nima bo'lish kerak? Haqiqiy ixlos bo'lish kerak. Ikkinchi bo'lib sadoqat bo'lish kerak. Üçüncü olab onunda Allah'ın Resulü'nün ko'rsatmasiga mutlaq itoat qiladigan itoat ruhi bo'lish kerak. Dördüncü onunda mükemmel ahlak bo'lish kerak. Beşinci onunda hushyorlik, chechanlik bo'lish kerak. Altıncı onunda basirat ruhi bo'lish kerak. Yani ozg'ina yiroqni ko'ra oladigan, masalalarga nisbatan texmo yiroqni ko'rib turib, bir basirat bilan oldi-keyni paqitish bilan yo'l tutish imkoniyatiga ega bo'lgan mana bu qobiliyatlar uningda yetilgan bo'lish kerak. Shunga payg'ambar alayhisalom mu'min bir qatim chaqilgan uvida ikkinchi qatim chaqilmaydi dedi. Buning shuni ko'rib olishga bo'larkanki, mu'minning har vaqt farosat egasi bo'lganligi, har vaqt tadbirlik bo'lganligi, har vaqt hushyor va chechan bo'lganligi. Mana bu hadisning o'zida bizga ro'shan ifoda qilinadi. Demak, bizning qalbimiz biz o'zimizda mujassamlashga tegishli bo'lgan barliq musulmonlik sifatlarini mujassamlashimiz va o'zimizda takomillashga tegishli bo'lgan, takomillashtirishga tegishli bo'lgan axloqni takomillashtirishimiz, kimligimizni o'ngishimiz va Qur'on hadis va uningki to'g'ri ko'rsatmasi asosida o'zimizni texmo qaytadan isloh qilib yetishtirishimiz lozim. Alloh subhanahu va taolo mana shu Qur'on ta'limotiga ergashgan, Allah'ның yo'liga ergashgan, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh yo'liga ergashgan insonlarning baxtsiz bo'lmaydiganligi, ularning g'amkin bo'lmaydiganligi haqida Qur'oni Karimda alohida xuturish qiliqliq. Nima deydi? Famanittaba'a hudaya fala yazillu va la yashqa. Kim mening yo'limga ergashsa, u ozg'un bo'lmaydi. Ozmaydi u. U baxtsiz bo'lmaydi u dedi. Qur'onga ergashgan, Allah'ın Resulü'nün ko'rsatmasi bo'yicha ish qilishga uringan, Allohga haqiqiy banda bo'lgan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning tarixini bir tasalli sifatida, hikoya sifatida o'qib qo'ymasdan, uningda bir ibrat, dars chiqarib turib, uni o'zi yashayotgan davr va sharoitga muvofiqlashtirib turib, ana shunday yashashga har vaqt odatlangan. Har vaqt kundan kunga yangilik yaratish ro'yiga ega bo'lgan, tafakkurdan ayrilib qolmagan, har zaman men nima ish qilyapman? Mening düşmanlarım nima ish qilyapti? Men shu düşmanligiga nisbatan qanchalik orqada? Buni tushunmak lozim. Biz qachoniki mana bugunkidek ho'rin tabiatga ega, tushkunlashgan tabiatga ega, biz bir-birimizni qabul qilinmaydigan chechalang'uliq tabiatga ega, o'zaro hasadxo'rlik tabiatlariga ega, manmanlik, takabburlik tabiatlariga ega, axloqsizlik avjiga chiqqan mushundaq bir tabiatga ega bu holatimizni agar o'ngishmaydigan ishimiz bo'lib qolsa, aziz qarindoshlar, nusrat bikoh kelmaydi. Men bu gapni qilish orqali millat umumiylik bundoqda demoqchi emas. Ammo shu millat ichidagi bir qism kishilarning illatlari, bir qism kishilarning ashundoq nacharliklari sabablik balkim bizga nusrat kechikishi mumkin aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz o'zimizni o'ngshash kerak. Biz o'zimizni o'ngshaylik, o'zimizni isloh qilaylik. Biz davomli turda boshqalarga qarashdan burun avval o'zimizga bir qaraylik. O'zimizga bir qaraylik. O'zimizni avval takomillashtirishga urinaylik. Shunga mana Qur'on hadisning o'rtaq ko'rsatmasi bu. O'rtaq ta'limoti bu. Biz Qur'on hadisning ko'rsatmasiga haqiqiy uyg'unlashgan chog'imizda
Anandan keyin biz haqiqiy izzatlik bir musulmonga aylanishimiz bu bizga nisbatan albatta muqarrar bir masala. Shunga Alloh taolo aytganki, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Faman ittaba'a hudaya fala khawfun alayhim va la hum yahzanun." Kim mening yo'limga ergashsa, mening yo'limga ergashgan kishilarga qo'rqinish yo'q, ham ular ham kim bo'lmaydi dedi. Shunga biz haqiqiy iymonli insonlardan bo'laylikki, hargiz iymon e'tiqoddan voz kechguchilardan bo'lmaydi. Haqiqiy musulmon bo'laylikki, islomdan nafratlanadigan, uningdan yiroq turuvchilardan bo'lmaydi. Haqiqiy izzatimiz va hurligimizni islom orqali, musulmon bo'lish orqali, Qur'on hadisning to'g'ri ko'rsatmasini ching tutish orqali Allohga yalvurish va Allohdan so'rash, aningdagi Qur'on sunnatga uyg'un to'g'ri sabab tutish orqali izzatga erishishga harakat qiluvchilardan bo'laylikki, hargizmi Qur'on hadis va uning ta'limotini ayiblaydigan, so'kadigan yoki azroqli bahona topsak, uningga til tekkizadigan nonko'rlardan bo'lib qolmaydi. Allah subhanahu va taala hammamizni mana bu g'alaba qozong'uchi bir millatdan bo'lishimiz uchun haqiqiy iymon e'tiqodli kishilardan bo'lashqa, haqiqiy o'zining islomiy kimligini qo'g'daydigan, musulmonligini qo'g'daydigan Qur'on hadisning ko'rsatmasi bo'yicha hayotimizni sistemli qilib berishga muvaffaq bo'lgan musulmonlardan Alloh bu nasib qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي الشوق الدفين